Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. 2025-yil 15-iyul kuni tushgan majburiy matematika savollari yechimini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni va mening kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, bizda birinchi misol yechimi. Bizda A qo'shilgan B yig'indisi demak 300 ga teng bo'lsa, A ning B ga nisbati teng ekan 29 ga. Bu yerdan demak A ni topib oladigan bo'lsak, A biz uchun 29 ta B ga teng ekan. Bizdan A minus B ning qiymatini toping deb so'ralmoqda. Endi A ni o'rniga olib borib qo'yamiz 29 ta B ni. Shunda 29 ta B qo'shilgan B teng 300. 30 ta B teng bo'lar ekan biz uchun 300 ga. B ni topish uchun 300 ni 30 ga bo'lsak, B biz uchun 10 ga tenglik hosil bo'ladi. Endi o'rniga borib qo'ysak, B ni o'rniga A teng 290. 290 dan 10 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 280 hosil bo'ladi. Demak, A minus B ning qiymati 280 ga teng ekan. Bu D javobda keltirilgan. Ikkinchi misolimiz rasmda berilgan kub hajmini toping deb so'ralmoqda. Faqat buni millimetr kubda topishimiz kerak ekan. Buning uchun dastavval biz mana buni 9 sm ni millimetrga o'tkazib olsak, bu biz uchun 90 millimetrligi hosil bo'ladi. Bu A tomoni ekanligidan qolgan tomonlarimiz ham xuddi shunday 90 millimetrga tengligi kelib chiqadi. Endi kubning hajmi biz uchun 3 ta tomonni ko'paytmasiga teng edi. 3 ta 90 ni ko'paytirib chiqamiz. Endi V barobar 90 ko'paygan 90 ko'paygan 90. Bu bizga teng bo'ladi 720 9000 millimetr kubga. Bu ham D javobda keltirilgan ekan. Uchinchi misolimiz ABC uchburchakda AB bilan BC teng ekan. Ya'ni AB tomonimiz bilan BC tomonimiz teng ekan. AC bunga teng emas ekan. Demak, bizdan qaysi biri to'g'ri deb so'ralmoqda. Bu endi bu yerdan ikkita tomon teng ekanligidan asosidagi burchaklar ham o'zaro teng bo'ladi. Ya'ni mana buni biz uchun alfa burchak desak, bu ham bizga alfa burchaklik hosil bo'ladi. Bunda demak burchak A bilan burchak C teng bo'lar ekan alfaga. Bu bizda B javobda keltirilgan 3-misolimiz javob. 4-chi aylanadagi A, B, C, D nuqtalaridan foydalanib nechta vatar o'tkazish mumkin deb so'ralmoqda. Buning uchun quyidagi formuladan foydalanamiz, ya'ni n-1 taqsim 2. Endi nuqtalar soni n teng 5 ta ekanligidan o'rniga borib qo'ysak, 5 ko'paygan 5 dan 1 da ayirsak 4 taqsim 2. Natijada 10 ta vatar o'tkazish mumkin ekan. Bu B javobda berilgan. 5-misolimiz raqamlar ko'paytmasi 15 ga teng bo'lgan nechta ikki xonali son bor deb so'ralmoqda. Endi 15 degani biz uchun 3 ko'paygan 5 yoki bo'lmasa 15 imiz teng ekan 5 ko'paygan 3 ga. Endi raqamlar deganligi uchun biz uchun 35 bo'lishi mumkin ekan yoki 53 bo'lishi mumkin ekan. Bizda jami ikkita sonni biz uchun raqamlar ko'paytmasi 15 ga teng ekan. 6-misolga yetib keldik. Koordinatalari A teng minus 6, B teng 6 ga teng bo'lgan nuqtalar orasidagi masofani toping deb so'ralmoqda. Buning uchun dastavval koordinatalar sistemasida mana shu ikkita nuqtani belgilay olamiz. B teng 6, bu yerda A teng minus 6. Endi ikki nuqta orasidagi masofani topishimiz uchun ikkita nuqtani bir-biridan ayirib qo'yamiz. Ya'ni B dan ayiramiz A ni. Natijada B ni koordinatasi 6 ayrilgan A ni koordinatasi minus 6. Bu ikkovi plyus bo'lib ketsa 6 qo'shilgan 6. Natija esa 12 ga tenglik kelib chiqadi. Bu D javobda berilgan. 7-misolimiz demak matnli masala. Korxona matoning 12% dan ko'ylak tikiladi. Bu uchun 360 metr mato ishlatiladi. Korxonada jami necha metr mato bo'lgan deb so'ralmoqda. Endi dastavval 360 metr matoyimiz biz uchun bu 12% ni berar ekan. Endi korxonadagi jami matolar soni demak biz uchun 100% hisobida olamiz. Buni demak x deb olamiz. X topishimiz uchun 360 metrni ko'paytiramiz 100% ga. Ya'ni proporsiya usulidan foydalanyapmiz. Bo'lamiz 12% ga. Bu yerda foizlarni qisqartirib yuborsak,
360 ni 12 ga bo'lsak 30 tadan bo'ladi. X topishimiz uchun 30 ni ko'paytiramiz 100 ga. Natijada 3000 metr mato bor ekan. Korxonada bu bizda C javobda berilgan. Endi 8-misolda soddalashtiring deb qo'yibdi biz uchun. Demak, qavs oldida turgan ifodalarni ichkarisiga ko'paytirib olamiz mana bu holatda. Ya'ni har biriga ko'paytirib chiqamiz. A ni B ga ko'paytirsak AB, A ni C ga ko'paytirsak minus AC, B ni A ga ko'paytirsak minus AB, minus B ni ko'paytirsak minus C ga plus BC, C ni A ga ko'paytirsak minus AC va minus C ni minus B ga ko'paytirsak plus BC hosil bo'ladi. Natijada bu yerda AB'lar qisqarib ketsa, mana bu ikkovi biz uchun minus 2 ta AC ni berar ekan. Bu ikkovi yig'indisi esa plus 2 ta BC. Endi bu javob bizda D javobda ko'rsatilgan. 9-misolda 10 dan 40 gacha bo'lgan sonlar orasidan tub sonlar yig'indisini toping deb so'ralmoqda. Buning uchun dastavval 10 dan 40 gacha bo'lgan sonlar orasidagi tub sonlarni yozib olamiz. Tub son degani tub son demak 2 ta bo'luvchisi bor. Bor son. Ya'ni o'ziga faqat 1 ga bo'linadigan sonlar tub sondir. Endi bular 11 qo'shilgan 13, 17, 19, 23, 29, 31, 30 demak 7 ekan oxiri. Demak shu sonlarni qo'shib olsak jami yig'indimiz 180 ga tenglik kelib chiqar ekan. Bu A javobda keltirilgan. Va oxirgi 10-misolga yetib keldik. Quyidagi rasmda kafeda 3 hafta davomida shanba va yakshanba kunlari sotilgan xot-dog va lavashlar miqdori tasvirlangan. Bizda deyapti, mana shu kafeda 3 shanba davomida jami qancha xot-dog va lavash sotilgan deb so'ralmoqda. Demak, shanba kuni bizdan sotilgan jami xot-dog va lavashlar soni so'ralmoqda. Demak, shanbamiz demak oq ustunda berilgan. Birinchi demak shanba kunimiz demak 30 ta xot-dog va lavash sotilibdi. Ikkinchi shanba kunimiz 20 ta sotilibdi. Uchinchi shanba kunimiz esa jami 40 ta lavash va xot-dog sotilibdi. Endi shularni qo'shib chiqamiz. 30, 20 va 40 sonlarni. 30 qo'shilgan 20 qo'shilgan 40 qo'shadigan bo'lsak jami biz uchun 90 ta demak lavash va xot-dog sotilibdi. Bu javobda keltirilgan.